Men To'lqinova Ruhshona hozirda Namangan viloyati Qo'g'irchoq teatrida amaliyot o'tamoqdaman. Teatrga kirib kelishingiz bilan sizni turli xil qo'g'irchoqlar bilan bezatilgan chiroyli va fayzli zal kutib oladi. Teatrning birinchi qavatida 70 o'rinli zamonaviy kino zali mavjud. Bundan tashqari, bu yerda qo'g'irchoqlar va sahna jihozlari tayyorlanadigan ishlab chiqarish sexi ham faoliyat yuritib, teatrning ijodiy jarayonini yanada qiziqarli qiladi. Bu yer zamonaviy yoritish uskunalari bilan jihozlangan. Bu esa spektakllarning jozibadorligiga xizmat qiladi. Shuningdek, 240 o'rinli keng va zamonaviy tomosha zali mavjud bo'lib, u tomoshabinlarga unutilmas taassurot ulashadi. Bu maskan ijodiy muhitga boy bo'lib, kelajakdagi faoliyatim uchun muhim qadam hisoblanadi.